Assalomu alaykum hammalaringizga. 3-darsimiz bugun boshlandi. Bu darsda biz profilni optimizatsiya qilishni ko'ramiz. Bu hozirgacha eng foydali bo'ladigan darsimiz. Bu yerda biz title qanaqa bo'lishi kerak, description qanaqa bo'lishi kerak, profillarda nimalar bo'lishi kerak, hammasini ko'rib chiqamiz. Koshkeda men shu hammasini qilayotgan o'sha profilni to'ldirayotgan vaqt, 1 soat ketgan vaqtimni sizlarga ko'rsata olsam, shu qanday nimani qildim, qanday research qildim. Okey, baribir bu yerda ham aytib o'taman. Juda dars uzun bo'lib ketmasligi uchun hammasini research qilib tahlab qo'ydim va hozir aytib o'taman. Okey, davay boshladik. Birinchi profilga kiramiz. Bu yerdan rasmga qaraymiz. Eng birinchi e'tibor beradigan narsamiz bu rasm. Agar rasmingiz yaqindan bo'lmasa, orqasidagi boshqa fonlar bo'lsa, borib bitta studiyaga yaxshi rasmga tushib, o'sha haftasi yaxshi ko'ringan, orqasi bitta bir xil fon, qanaqa fon bo'lsa ham va pasportga tushganda emas, kulib, menga o'xshagan chiroyli tushinglar. Nima uchun bu kerak aynan? Bu o'sha mijozni ishonchini qozonish uchun. Qancha mijozni ishonchini qozonsangiz, shuncha ko'proq mijozlar olasiz va yaxshiroq ishlar olasiz. Okey, ikkinchi qaradigan narsamiz bu video. Ko'p kishi video haqida har xil fikrlar bor, lekin men hammaga video qo'yishni tavsiya etaman. Qanaqa kачествоda bo'lish farqi yo'q. Profilga kirib ko'rsangiz bo'ladi. O'sha agar sizda video bo'lmasa, agar oddiy kompyuterda olib, o'z naftingizni qitib ko'rsatib, ishlaringiz haqida gapirsangiz ham bo'ladi. Ingliz tilini bilmasangiz, agar qanaqadir kompyuterda skript yozib oling, o'sha skriptni o'qib bering. Yaxshi bilmasangiz agar. Hech bo'lmasa, shu klient sizni kim bu deb o'sha videoni bosib sizni yana ko'ra olsin. Yana ishonch, har doim ishonchga urg'u beramiz. Undan keyin qaraydigan narsamiz bu shu qaysi tillarda gapira olishimiz. Oddiy qanaqadir o'zbek tilimi, endi siz muhim yo'q deb o'ylaydigan tillarni ham qo'shib o'tamiz. Boshqa darslarda bu haqida aytib o'tgandim. Agar qanaqadir armiyaga borgan bo'lsangiz, to'ldiramiz. Farqi yo'q. Qancha informatsiya ko'p to'ldira olsangiz, shuncha yaxshi. Keyin qanaqadir boshqa laysensdan tiqishingiz mumkin. Keyin обязательно projada o'qigan bo'lsangiz, o'sha o'qiganingiz haqida. Keyin agar dasturchi bo'lsangiz, sizni GitHub yoki Stack Overflow profillaringizni обязательно qo'shib qo'yinglar. Ba'zilar aytadi, "Okey, meni GitHub profilimda ko'p narsa yo'q." Farqi yo'q, baribir qo'shib qo'yinglar. Agar boshqa sohada bo'lsalaringiz, qanaqadir sizlarga link qo'shib bo'lsa, qanaqadir portfoliolar, masalan, 3D'larda qanaqadir boshqa portfoliolar bo'ladi, ularni ham qo'shib qo'ysalaringiz bo'ladi. Okey, testimonial hali bu jo'da tushunmadim. Uncha boshqa bir men bu LinkedIn shunaqa joylardan so'rasa bo'ladi, menga shu nima qiling deb. Lekin hali bundan javob kelmadi. Nimagadir yaxshi ishlamayapti. Vaqt bo'lmadi buni qarashga, balkim keyinroq buni ham qarab bir tutorial qilaman tuzatib. Agar qanaqadir sertifikatlar bo'lsa, обязательно sertifikatlarni qo'shamiz. Agar endi yangi o'rganayotgan bo'lsangiz, agar shunaqa sertifikat beradigan joylarga o'qing, uni ham foydasi tegadi. Farqi yo'q, hamma narsani foydasi tegadi o'z Upworkda. Employment history shu xuddi LinkedIn yoki boshqa rezumesiga o'xshagan hamma employment historylarni qo'shib chiqamiz. Va detalliroq qilib yozamiz ko'proq narsani. Balki men buni bora-bora almashtiraman. Bu haqida o'tgan videomda ham gapirgandim, nima uchun qanday qo'shishimiz kerak. Va o'tgan videoda hozir experience-ni qo'shmagandik. Bu yerda o'sha hackathonlarga qo'shilgan bo'lsangiz, o'shalarni qo'shsangiz bo'ladi yoki yana bir qanaqadir boshqa experience-lar bo'lsa, farqi yo'q. Hammasini qo'shib chiqsangiz bo'ladi. Va yana bir eng muhim narsalardan biri bu sizni titlingiz. Title yozayotgan vaqtda birinchi nimaga e'tibor beramiz? Qarang, men full stack development, all work deb har xil qilib yozib qo'yganman, ikki xil narsa bor. All workga kirsak agar web developer, mobile app developer, AI automation. Hech qanaqa men o'zimdagi soham, masalan, qanaqadir men dasturchi bo'lsam agar o'sha dasturchidagi, masalan, Python boshqa narsani yozmaganman. Bunga sabab bu all work, bu hammaga ko'ringani uchun bu yerda umumiy narsani qo'yganman. Bu yerda oddiy o'sha bitta life hack bu, buni обязательно eslab qoling. Upworkga ishlarga apply qilmoqchi bo'lsangiz agar o'sha yangi kirgan klientlarga apply qiling. Chunki u klientlar sizga o'xshagan hali experience emas, kimni qanday tanlashni ham bilmaydi va topshirsangiz sizni
ishga olishlari shansi kattaroq bo'ladi. Va o'shanaqa klientlarga, masalan, non technical bo'lsa agar, nima qilamiz? Shunchaki web app developer, mobile app developer, AI automation. Ular bilmaydi qanaqa tilda yozyapsiz, qanaqa instrumentni ishlatyapsiz, qanaqa soha bo'lmasangiz ham. Agar sohangizni hamma bilsa agar, sizning sohangizda ko'p kishi tushunsa, masalan, marketing degan vaqt qanaqadir marketing toollar bo'lsa, ularni yozish shart emas. Shu marketing yozamiz yoki qanaqadir общий hamma odamlar tushunadigan narsalarni yozamiz. O'sha mobile app developer deganda yoki web developer deganda hamma tushunadi. Agar men Python developer, full stack developer deb yozsam agar, bu faqat o'sha technical, qanaqadir dasturlashdan ilmi bo'lgan odam tushunadi. Keyin yana yoki full stack ga kirsak, full stack developmentga kirsak agar, bu yoqda уже men biroz urg'uni nimaga beryapman? OpenAI, ChatGPT, chatbots, AI full stack, automation. Bu yoqda ham shunday. O'sha men o'zi hamma skilllarim hozir automation. Bunga sabab bozorda automation juda ko'p, juda ish ko'p automationda. Shu uchun hamma skilllarim automationda turibdi. Okay. Ikkinchi narsa bu description. Descriptions nima bo'lish kerak? Iloji boricha descriptionni o'sha to bitta qancha so'z ketadi, hammasini qo'yish kerak. Masalan, yana 3000 ta karakter ketsa agar, hammasini qo'shib borish kerak o'zi aslida. Klient buni o'qimaydi, lekin klientlar qanaqadir dasturchilar yoki shunga o'xshagan shu sohani qidirayotganda, mana shu description ularga keywords bo'lib ishlab beradi. Bu yoqda nima qilamiz? Birinchisida o'sha klientni o'ziga tortadigan narsa yozamiz. Bu yoqda biz yozyapmiz o'sha men non technical, o'sha dasturlashdan bilimi yo'q founderlarga yordam beraman. O'sha boshidan to oxirigacha hamma ishni qila olaman o'sha ularning startapida. Keyin yo'qdan ketadi. Necha yildan beri ishlayotganim va o'sha skill qaysi sohalarda ishlashim, nimalar, qaysi toollarni ishlatishim va qaysi sohalarda ishlatishim. Keyin oxirida keywordslarni ham qo'shib qo'yganman. O'zi description to'ldirishda ham hammani har xil fikri bor. Nimada ham hammada har xil fikr bor. Nima deyiladi? Title da ham. Shu uchun biz nima qilamiz? Har xil titlelar, har xil descriptionlarni to'ldirib chiqamiz. Va buni qachondan bir qachonga o'zgartirib turamiz. Agar bizda hech qanaqa foyda bo'lmayaptimi, hech kim yozmayapti, o'zi chiqmayaptimi, bir bozorni analiz qilib chiqamiz. Masalan, mana bu yerda qarasak agar, mana bu Gradio bu o'sha Pythondagi qanaqadir yangi biblioteka, hozir juda ko'p odam ishlatyapti. Men buni research qildim-ku, okey, o'zimga tiqib qo'ydim. Chunki hamma ishlatyapti. Va o'sha Gradioni ham borib, men birinchi o'zim endi izuchat qilib ko'raman va shunaqa klient tushsa agar, qanaqadir pet proyekt qilib qo'yaman, sразу aytaman, okey, men shu ishni qilganman, men shunaqa proyektcha qilganman deb sразу ko'rsata olaman unga. Bu yoqda men sразу o'zi mijozga kirgan vaqt mijozga nima ko'rinadi? Mijozga ana shuncha joy ko'rinib turadi. Ana shuncha joy yo'q, buncha emas, endi rasmingiz, nimalaringiz va mana shuncha qatori ko'rinib turadi. Bu yoqda men sразу agent, expert, enthusiast o'zimni o'sha AI ga bog'liq odam qilib qo'yapman. Chunki AI da ham ish ko'p. Birinchi o'sha bozorni research qilib ko'ramiz va o'sha research qilib o'shanaqa ishlarni bilmasak agar qit'a o'rganamiz-u, keyin profilimizga yozib qo'yamiz. Dalshi yana ketadi, necha yil experience, qanaqa toollarni ishlatishim, detalniroq. Keyin yana klientga doполнительный narsalar, okey. Money back guarantee, shunga o'xshagan narsalar yoki qanaqa nimalarda ishlashim, yana oxirida yana ko'proq experience haqida, chatbotlar qilishim haqida va yana men bu oxirida keywordsni qo'yganman. Keywordsni har doim oxirida qo'yamiz, chunki keywordslar bizga ko'p kishi bu yoqqacha kelib o'qimasligi mumkin, lekin ish qidirayotganda siz shu yoqqa chiqib kelasiz. Bir boshqa videoda mana shu klient bo'lib, o'sha dasturchilar bizga qanday apply qilibdi, shularni ham ko'rsatib o'taman. Bitta job post qilaman, kim qanday apply qilibdi, nima qilibdi, shularni ham ko'rsataman. Qanday ko'rinadi profil, o'sha yerda qanday topga turish kerak, bular haqida ham ko'rsatib boraman. Okay. Upwork'ga o'zi 3 tagacha profil qo'shib bo'ladi. Masalan, profile settingsga kirsak agar, endi detalliroq hammaga tushunarli bo'lishi uchun bu yerda biz pastroqqa tushamiz, add specialized profile. Men full stack developmentni qo'shdim, ana bu yerda esa
yana bitta automation haqida qo'shaman. Ikkita specialized qo'shib bo'ladi. Automation, scripting and automation qilamiz. Continue. Bu odam vaqtlarini olmaslik uchun hozircha ko'p narsani qo'shmayman, lekin keyinchalik men qo'shib qo'yaman bularning hammasini. Masalan, Python, TypeScript, automationga bog'liq narsalarni qo'yaman, AI ga bog'liq narsalarni qo'yaman, web crawling, tak, Zipper, okay, JavaScript, okay. Other skills bo'lsam, other skills ham yozamiz обязательно. Bularni maksimalni to'ldiramiz. Ana endi web developer, automation. Okay, yo'q, boshqa narsa qilamiz. Nimalarni ham tanlashga tushuntirdim. Masalan, boshida o'sha eng birinchi biz o'sha kerakli narsalarni yozamiz. O'sha klientning diqqatini tortish uchun. Chunki bir gala odamning ichidan klient faqat o'sha mana shu ikki qatorni o'qiydi. Agar shu ikki qatorga interessatsiya qilsa, agar dalshisini keyin o'qib ketadi. Shuning uchun birinchi o'sha ikki qatorini eng qiziqarli qilamiz, keyin qolganlarini bemalol yozib ketaveramiz. Okay. Expert who helps businesses more effectively. Okay. O'sha odam qidirayotgan, ishchi qidirayotgan odamday o'ylaymiz. Masalan, u bizga nima kerak? Unga o'sha biznesini qanaqadir prosesslarini rashad qilish uchun automation and scripting kerak. Bu startaplarga kerak emas. Startaplarga kerak bo'lsa ham ular o'zi qilishadi ko'pincha. Lekin tayyor biznesi borlar shularni qidirishadi. Keyin ko'p texnik narsadan yozmaganmiz. Hammasi qarang, Google Sheet, Zipper Business Process Automation, Chunki yana o'sha kirib kelayotgan odam technical bo'lmasligi mumkin. Shu uchun hamma ham technical detalni yozmaymiz. Bitta full stackda yozdik, qolganlarga yozmaymiz. Okay, qaysi projekt tanlashda bu yoqda unaqa projektning o'zi yo'q. Hozircha uchalasini ham tanlab qo'yamiz, lekin keyinroq men buni yana 6 ta projekt qo'shaman. Ma'rufdan so'rayman, yana projektlarni beradilar, boshqalarini yana 6 ta qo'shaman. Okay. Shunday qilib bizada oxirida publishni bosamiz. Okay, shunday qilib bizada 3 xil profil bo'ldi. Masalan, uchoviga kirsak, 3 xil narsa ko'rinadi. Hozircha hammasida narximiz bir xil. Uchovida 3 xil narx qilib qo'ysak ham bo'ladi. Narx haqida kelsak, agar sohasiga qarab bozordan o'rtacha narxni qo'yavering. Ko'p arzon narxni qo'yish ham yordam bermaydi. Va vaqt o'tishi bilan narxni ham o'zgartirib turing. Okay. Yana nima? Portfolioga kelsak, agar portfoliolar 9 tagacha bo'lishi kerak, как minimum. Agar ko'proq qilsangiz ham bo'ladi, lekin mayli 9 gacha qiling. Men ham 9 tagacha to'ldiraman. Vaqt bo'lgan vaqt to'ldirib ketaman. Iloji boricha yaxshi titlelar toping, o'sha thumbnaillarni yaxshiroqlarini toping. Bu haqida o'tgan darsimizni ko'rsangiz bo'ladi, agar ko'rmagan bo'lsangiz. Hammasida o'sha skilllarni to'ldirib qo'yamiz. Keyin project catalogga kelsak, bu yerda specialized katalog qilib qo'ysak bo'ladi. Bu ham bizning topga chiqishimizga, o'sha profilimizni boshqalar ko'rayotgan vaqt profilimizni oldida turishiga yordam beradi. Masalan, biza Telegram bot desak agar, Telegram bot talent or okay, let's say projects, qanaqadir project qidirsak. Qarang, hamma to'ldirib qo'ygan. Shularga qarab bitta projectni ham o'zingiz yasasangiz bo'ladi. Yoki bu haqida ham bitta video qilaman, qanday projektni joylash, nimalar qo'yish. Buni ham обязательно joylaymiz, chunki shuning ichidagi keywords ham sizni topga chiqishingizga yordam beradi. Okay, yana bizga kerakli bo'ladigan narsalardan yana nima bor? Profilda qolgan hamma narsa haqida gapirdik deb o'ylayman. Okay, hozircha mana shu profilingizni bir ko'rib chiqing.
qarang, qani solishtirib ko'ring mana shu profil bilan nimalar bor. O'z sohangizni bir izuchat qilib ko'ring qani. Hozir sizning sohangizda nimalar talabda turibdi va o'shalarni bitta specialized profil qilib joylab qo'ying. Чтобы 3 xil profil bo'lsin. Ishda topshirayotgan va ham bunisini tanlashingiz mumkin, bunisini tanlashingiz mumkin, bunisini tanlashingiz mumkin, farqi yo'q. Har qanday birini tanlashingiz mumkin. Okey, darsimiz shu. Bugungi darsimiz tamom. Boshqa nima emas. Yana qanaqadir savollar bo'lsa, Telegram channelda qo'shiling, challenge-ga qo'shiling Telegramdagi challenge kanalimizda va keyingi darsimizni kutib qoling. Rahmat, sog' bo'ling.